Birinchi maydan boshlab gaz hamda elektr energiyasiga qancha to'lashingizni bilasizmi? Zamonuz sizga bu bo'yicha to'lovlar miqdorini eslatib o'tadi. Maishiy iste'molchilar birinchi maydan boshlab elektr va tabiiy gaz uchun bir oylik iste'moldan kelib chiqib, ushbu jadvalda ko'rsatilgan tartibda to'lovni amalga oshirishadi. Kam ta'minlangan oilalarga esa elektr hamda gaz to'lovlarida davlat kompensatsiyalari joriy etiladi. 2025-yil 1-maydan 2027-yil 1-aprelga qadar ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali bolalar nafaqasi va moddiy yordam oluvchi hamda kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan. Shuningdek, reyestrga kiritilmagan, biroq moddiy ahvoli bo'yicha kam ta'minlangan oilalar mezonlariga to'g'ri keluvchi oiladagi jon boshiga daromad minimal iste'mol xarajatlarining 1,5 barobaridan oshmaydigan oilalarga elektr energiyasi iste'moli bo'yicha oyiga bazaviy me'yordan 15 kilovatt-soatgacha, tabiiy gaz iste'moli bo'yicha esa isitish mavsumida oyiga bazaviy me'yordan 250 kub metrgacha, boshqa davrlarda oyiga bazaviy me'yordan 150 kub metrgacha ortiq foydalanilgan qismi uchun bazaviy me'yor doirasida hamda bazaviy me'yordan oshgan narxlar o'rtasidagi farq kompensatsiya qilib beriladi.